Oddiy ingliz tili tarjimoni milliard dollarlik kompaniyaga asos soldi. Gap Jack Ma, ya'ni Alibaba kompaniyasi asoschisi haqida ketyapti. Biz bilamiz, Alibaba hozirgi kunda milliard dollarlik oborotga ega bo'lgan katta kompaniya hisoblanadi. Jack Ma esa Xitoydagi 5-raqamli eng boy odam hisoblanadi. Dunyo bo'yicha milliarderlar orasida Jack Ma 49-o'rinni egallagan va uning umumiy hisobdagi moliyaviy kapitali 31 milliard dollarni tashkil qiladi. Jack Ma 1964-yilda Xanjouda musiqachilar oilasida dunyoga keladi va yoshligidanoq u ingliz tiliga mehr qo'yadi va ingliz tilini o'rganishni boshlaydi. O'sha paytdan uni ingliz tiliga bo'lgan ishtiyoqi boshqacha edi va uni uyini yon atrofida mehmonxonalar juda ko'p bo'lgan va mehmonxonalarga borib u ingliz tilini og'zakisini mashq qilgan va ingliz tiliga ehtiyoj bo'lgan odamlarga tekinga xizmat qilgan. Shundan so'ng bo'lsa Jack Ma o'zining qiziqishlari ustida yana ko'proq ishlaydi va universitetga 3 marta topshiradi va 3 marta urinish ham befoyda ketadi, universitetga kira olmaydi. Shundan keyin u Xanjou institutiga qabul qilinadi va Xanjouda ingliz tili yo'nalishi bo'yicha bakalavr bosqichini tamomlaydi. Keyin o'zining faoliyati davomida Jack Ma ko'plab xalqaro darajadagi oliy toifadagi uchrashuvlarga boshchilik qiladi va tarjimon sifatida ishtirok etadi. Bir marta uni do'sti xalqaro darajadagi konferensiya bo'lishi va xalqaro darajadagi delegatsiya kelayotgani va Jack Ma unga ingliz tili bo'yicha tarjimonlik qilishini iltimos qiladi. Va shundan so'ng esa Jack Ma bu iltimosga rozi bo'ladi. Shundan keyin u xalqaro darajadagi konferensiyaga borib, o'sha turli mamlakatlarda qatnashadi va o'sha paytda u Yahoo platformasiga ko'z tutadi va Yahoo platformasini sinab ko'radi. Unda Xitoyga doir bo'lgan ma'lumotlarni topmoqchi bo'ladi, qidirmoqchi bo'ladi, lekin topa olmaydi hech qanaqa ma'lumotni va o'sha yerda Alibabaga asos solish g'oyasi uni tug'iladi. Va uning birinchi investorlari va birinchi 2000 dollarlik kapitalni yig'ishda uning ayoli va do'sti unga yordam berishadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, har qanday soha vakili o'zini ustida ishlagan holatda va o'zini sohasini sevgan holatda o'sha ishga fokus berib, mehr bersa, albatta muvaffaqiyatga erishadi va milliard dollarlik kompaniyalarga asos solishi mumkin. Bunga yana bitta misol keltirishim mumkin. Jiang Zemin, ya'ni Xitoyning eng boy milliarderiga aylangan inson, uni umumiy kapitali 57 milliard dollar hisoblanadi. Jiang Zemin TikTok platformasining asoschisi hisoblanadi. Hozirgi kunda TikTokdan 1 milliarddan oshiq odam foydalanadi. Buni asosiy muvaffaqiyati ham o'sha 1 milliard obunachi hisoblanadi. Albatta buni orqasida nechta muvaffaqiyatsiz urinishlar va nechta uyqusiz tunlar turibdi. Va albatta u o'zini ustida ishladi va harakatdan to'xtamadi va maqsadi aniq edi, o'sha maqsadga erishdi. Hozirgi misollardan ko'rishingiz mumkinki, Xitoyliklar har doim yoshligidan maqsad qo'yadi va maqsadiga qarab doim harakatda bo'ladi. U xoh 30 yosh bo'lsin, 20 yosh bo'lsin, albatta uning maqsadi bo'ladi. Keyinchalik nima qilishi, o'zining hayot yo'li va xaritasini chizib olgan holatda harakat qiladi. Albatta biz ham yoshlarga mana shuni tavsiya qilamizki, har doim siz o'zingiz maqsadlaringizni qo'yib, necha yoshdan bo'lishidan qat'iy nazar oldingizga maqsad qo'yib, o'shani necha yilda erishishingiz mumkinligini ko'z oldingizga xarita tarzida chizib olishingiz kerak. Ana o'shandagina siz harakatga kelasiz va tezroq muvaffaqiyatga erishishingiz mumkin. Albatta bu kabi muvaffaqiyatlarning ortida mehnat turibdi. Necha mehnat qilish kerak. Bu darajaga chiqish o'z emas. Haqiqatan lekin undan tashqari intizom va disiplina hisoblanadi. Xitoydagi maktablar va bog'chalarda bolalarga yoshligidan disiplinli, ya'ni intizomli bo'lish o'rgatiladi va o'qitirib boriladi. Albatta ular keyinchalik bu intizomni o'zining hayotiga va biznesiga, ish faoliyatiga qo'llagan holatda katta muvaffaqiyatga erishishi osonroq bo'ladi. Yuqorida aytib o'tganim atigi ikkitagina misol hisoblanadi, lekin Xitoyda bunday misollar yuzlab yoki minglab bo'lishi mumkin. Xitoydagi milliarderlar o'zining hayot yo'lini oddiygina bir faoliyatdan boshlab yetuk kompaniyalargacha olib borish uchun tinmasdan harakat qilishadi. Bu orada kuzatishimiz mumkinki, oddiygina Jack Ma misolida ham Jack Ma nechta joydan отказ oladi. KFCga ham darajada ishga kira olmaydi yoki boshqa institutlar ham unga отказ beradi. Institutga topshirayotganda ham nechta urinishlar qiladi, lekin muvaffaqiyatsiz yakun topadi. Lekin u taslim bo'lmaydi, oldinga yuradi faqatgina va harakatni davom ettiradi va mehnat qiladi, o'zini milliard dollarlik kompaniyasiga asos soladi.